Nima bu? Oka bo'ldi, hammasi cho'tki, xudo xolisa pravilada tekshirib oldi, choklar ochilgan, ishdan muammo yo'q. Gipskardonchini chaqirsangiz, maslahat degan gap bor, o'zlar bilan gaplashib olardi, oka. Mana cho'tdilar o'zga. Farruh aka, shunday qarab oling. Assalomu alaykum, Ormin aka, yaxshimisiz, tuzimsiz? Malol aka, sizga gaplari bor ekan. Oka, biz nimalarimizni xudo xolisa sizlardan keyin ishga tushadigan bo'ldik, xudo xolisa aka bilan kelishdik. Hamma yoq cho'tki, pravilada tekshirib oldi. Faqat bitta maslahat bor, aka. Mana bu yerda relslarimizda ozgina o'ynab qolibdi. O'shani sizdan bir anaqasini so'rab olmoqchi edim, aka. Mana aka, mana relsimizda 2-3 mm tushib qolgan hisobiga, mana biz endi patron suvab chiqarishimiz kerak. Nima qilamiz endi buni? Yo'q, aka, bu muammo qiladigan narsalar suvab o'tiribsiz, aka. Spaski tushuntirib beraman, aka. Bu aka, hozirgi paytda eng ko'p ishlatilayotgan relslardan bittasi. Buni afzalligi, mana gipskardon ichiga kiradi. Keyin ichalik mikrotirishni bermaydi sizlardan keyin. Hozir keyin buni ustida ikkita sloj shpaglovka tortsanglar, bir xil bo'lib, keyin buni suvab qo'yib o'tirmaysiz, bir xil bo'lib chiqadi. Bo'ldi, aka, tushunarli. Shunga qolgan ustakalar nima deysizlar, o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar kommentariyada.